أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد qarindashlar biz bugun Sura Ali İmran'ның 14-oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda jang meydanidagi imanning ifodaları haqida so'zlangan. Mu'minlarning jang holida ko'rsatgan alohida ahvollari, iymon ifodalari, ulardagi iymonning kuchi bular haqida to'xtalib o'tgan ilgirki oyatlarni bir yo'lda mang'ay ekanmiz, bir ideyada mang'ay ekanmiz. Shu yo'l, shu ideya oxirga chiqarish uchun cho'qim bir oldida ushurgan to'saqlar bo'ladi. To'saqlarni elib o'tish to'g'ri keladi. Shularning eng cho'ngi jang bo'ladi. Bu dunyodagi har qanday bir yo'lning, har qanday bir iqimningki qonuniyati. Biz islom yo'lini davom qilishda uchraydigan to'saqlarni yo'q qilish, yo'lni echish uchun qiladigan bu kurashning ismini biz jihad deb ataymiz. Jihadda iymonning o'z ifodasini ko'rsatishi, shu jihatga, shu urushga qatnashmoqchi odamda iymonning alohida ta'sir bo'lishi lozim bo'lgandan boshqa uning diqqat qilishga tegishlik. Jihatga kirib, jangga kirib, haqiqiy g'alabaga erishish uchun saqlanishga tegishlik bir bo'lak masalalar bor. Shu masalalar ilgirki jihad jang maydoni haqidagi mazmunlardan keyin 14-oyatda o'rtaga qo'yilyapti. Davotida Alloh subhanahu va taolo Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banini wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddah wal-khaylil musawwamati wal-an'ami wal-harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Avval qisqacha bir tarjimasini deb o'tsam, kishilarga, insonlarga ayol, bala, döv mol dunyo, har xil dangliq uloq, masalan, ot degandek ot xarakterdagi uloqlar, otlar va chorva mollar va etiz varallar bular yaxshi ko'rsatildi. Bularni insonlar suydi. Bular qalbida muhabbat bor. Mush narsalarning havisi insonlarning qalbida bor. İnsanlar mush narsalar tarafga mayil bo'ladi. Amaliyotda Alloh subhanahu va taoloning bu narsalarga bergan oxirgi birlam yakuni u o'smi zalika mata'ul hayatid dunya. Bu yuqoridagilarning hammasi hayot dunyoning qisqa muddatlik bir huzuri. Vallohu indahu husnul ma'ab. Eng oxirgi yaxshi go'zal natija Allohning qo'shida. Dersimizden aldıda deb o'tgan mazmunini qayta takrorlasak, munosabat nuqtasidan inson bir kurashga kirish uchun, bir jangga kirish uchun eng yuksak energiyaga ehtiyojli. Bu energiyalarning ketadigan bir taraflari bor insonda. Alloh subhanahu va taolo ma oyatda insonni, shu insonning yuksak energiyasini aqtiradigan yo'llardan üzmekçi. İnsan adetlengen bir bölük işler var. İnsanı hortuduğun. Şu janglarda, köreşlerde aktif buluştun, kendini tükündürüdüğün. Hayatını bu dini üçün, bu millet üçün bağışlaştın, insanı tosap kaladığın bir bölük işler var. Allah del ma ayet arkalık insonni haqiqiy sodiq bir mu'min bo'lishni talab qilyapti ki, o'zining dini uchun, o'zining millati uchun yuqorida tilga olingan butun havaslardan uzilib, qurbonlik beralaydigan, jinini, melini atyalaydigan bir holatga keltirmoqchi. Kim jangdan chekindi degan gap, kim bu yo'ldagi kurashdan o'zini qochuvdi degan gap, dunyoning havoyi havasları bu adamni yangdi. Bu adam üstünde g'olib keldi degan gap.
Yani bu ayet şunu demekçi ki yukarı can ayetinden keyin kelishi canның g'alaba qilinishining birdan bir shartlari mana bu. İman ehli yuqoridagi shartni hozirlamay turib jangda g'alaba qilolmaydi. Chunki oyatda tilga ilingan u havoy havaslar bizni jang tarafga qarab mengishimizni cheklaydi. Jang bilan bizning o'tirimizdagi g'alaba bilan bizning o'tirimizdagi bir fasil. Endi oyatga qaytadan bir qarab chiqaylik qarindoshlar. Oyatning 5-i Zuyina degan bir so'z bilan boshlandi. Zuyina degan so'z Uyg'ur tilimizda zinnat talaffuzdagi so'z bilan asli yıldızdaş bo'lishi mumkin. Yani arab tilida zinat deymiz, Uyg'ur tilida zinnat deymiz. Zinnat bir narsaningki asli mohiyat xarakteridan sirtqi go'zalligini arab tilida zinat deydi. Bir kishi var. Tabiiy güzel, Allah güzel yaratgan. Bu güzellikning sirtida ba'zi girim yoki kiyim-kechak yasinish orqali texmi güzel bo'lgan bo'lsa, ma o'zining asli tabiiy güzelligidan sirt güzellik zinat. Bir uy var, güzel lahiyalanib silingan. Bu şu güzel lahiyaning sirtidan bu uyni yasab, texmi chiroyli qilgan bo'lsa, aslidagi güzellikning sirtidikisini nima deymiz? Zinat deymiz. Yani bu yerda shuna demakchi ki insonga asli lozim bo'lgan taraflar boshqa, inson ehtiyojli bo'lgan taraflar boshqa, ammo ehtiyojning sirtidagi insonning havisi, ko'ngil moyilligi talab qiladigan narsalar boshqa demakchi. Bu nuqtani mush so'zning asli ma'nosidan qanaq qilyapmiz, ilyapmiz. Ya'ni shuna demakchi ki Allah insonninki hayotiga kerakli bo'lgan zarur taraflarga berilishini hech qachon cheklamaydi. İnsan bu dunyoda yashash uchun zarur bo'lgan tarafini bilish kerak. Ammo insonning hayotining zarur qismidan boshqa, hayotining asosiy qismidan boshqa havoy havaslarga berilishni Alloh xohlamaydi. İnson mavjudiyati uchun, inson naslining davomi uchun ketarlik ish nima bo'lsa, masala yo'q. Mesele nerede çıkıyordu? Zarur olmayan, asasi ihtiyacının qatarına kirmegen hevesle Allah insana halamaydıgan taraf bu. Şu noktadan zuyyine linnâsi hubbuş şehavat. Kişilerge başta bir köngül mail olduğun işler var. Bir bölük. Ben bu ayetini sanırdım ya ayetinin ahırısında. Ayallah, balala, top, deve, malla mesela. Güzel qalsın mesela dağlık markalık atla mesela dağlık markalık deganimiz xalqning hammasi biladigan köndürülgen alohida ko'zga chiqadigan darajalik bir atla va esil atla shunga o'xshagan ulag'lar charomalla va munbat etizlar bularning havisi insonga güzel. Yani inson o'zining asosiy ehtiyojiga loyiq bo'lgan taraflarda hech qanday malomat uchirmaydi. Hech qanday cheklama ammo insonning ojiz tarafi nima? Shu asosiy ehtiyojining yuqorisidami intiladigan bir taraf bor. Bu xato demakchi. Oyatdagi hubbu shahvat, shahvat deymiz. Uyg'ur tilidagi shahvat ifodasi bilan arab tilidagi shahvat ifodasi sal farqli. Uyg'ur tilidagi shahvat ifodasi ma'lum bir xos tarafga mangadi. Arab tilidagi shahvat ifodasi har qanday bir narsani ko'ngilning tortishi arab tilida shahvat qumla ifodalaydi. Buning ichida insonning yemak ichmakka bo'lgan ko'ngil moyilligi, ayollarga bo'lgan ko'ngil moyilligi va boshqa o'yin tomosha, kiyim-kechak va boshqa narsalar ishga turli inson shu intiladigan har qanday bir ko'ngil moyilligi, ko'ngil tortadigan tarafning hammasi shahvat. Buning ichidagi insonning ko'ngli eng tortadigan, insonni eng ko'p xatolatadigan narsa ayollarga bo'lgan ko'ngil tortish, ayollarga bo'lgan havas tarafi. Yani cinsi heves tarafi. Bu noktada hayvanlar insandan bir kadar yaxshi. Hayvanlardaki cinsi talep fakat hayvanlarning neslini davom qilish uchun bo'ladi. Dalili mesela çişe hayvanlar, mayli qanday hayvan bo'lsin, bo'g'azib bo'lgandan keyin, mesela changlashib bo'lgandan keyin erkak hayvanlarni qishga yaqin yo'latmaydi. Ama
Yani demek bir yerde mesele ne olursa neslini devam kılıştırılan bu atkan ahvalda. Ama insan onda emas. Çoğunlaşka bazıları özünün hevesini başkuranmaydıgan, köңülünün keyini kirdiği adamlarını maguy hayvandek uyken magu dep tılaymiz. Emniyette muşutlığa vaxtımızda biz hayvanga zulüm kılgan bulunuz. Çünkü hayvan bu noktada insandan azırak yaxşı çıkıdı. Bu noktada yani hayvanların ki cinsi hevesi neslini devam kılış için buludu. İnsanın cinsi hevesi neslini devam kılış için başka özünün heves için buludu. Allah subhanahu wa ta'ala kainatının mevcutluğuna iki xil ihtiyacını qamdaş arqılıq kapalatlık qıldı. Birisi insanların ki yemek, içmek ihtiyacını qamdaş arqılıq hayatın davamlaşışıga kapalatlık qıldı. Bu bir. Yani birisi insanlar cüpleşiş, yani toy qilish arqılıq insanlar neslinin ki davam qilishıga kapalatlık qıldı. Mesela hayvanlar bilen insanların üspitiliş, bala, ata mesela ata bala qatarlıq muşu noktalarga diqqat qilgan vaqtimizda Allah subhanahu va taolaning aytdi hikmetlen ish qilguvchi hamma tarafdan bilguvchi zot ekanligini bayqay olamiz. Mesela hayvanlar qaraganimizda bir kapta deyli boshqasi tuxumdan chiqib uchiqchi bo'lgan araliqda uni yemeklik bilan ta'minlaydi. Onun o köngül buldu. Başkası şuna uçtu mu ondan keyin annesi bilan o başkası hatta tanışmaydı hatta. O başka uçup gidiyordu, bu başka hatta o belki işkili kadar uçuşmaslık mümkün. Başka hayvanların köpencisi ta şu bala hayvan qatağa qatlab o'zi normal jini bakça annesi onunğa köngül bilip onun işlerini qiladi, bakıdı. Ondan keyin hatta aralashmay tunuşmaydigan bir holatga keldi. Ama Allah subhanahu va taolo insonni unda shaklda qilmadi. Unda shaklda qilmadi. İnsanning munosabatini biroz uzunroq so'zdi. Va inson naslininki inson mavjudligining davom qilishi uchun insondagi her bir meşakkatlik taraflar, mesuliyet noktasındaki meşakkatlik taraflarını insan intiladigan bir heveslerge bağladı. Bizi toy qilishdan tortib, toy qilishni hech kim tunji qilib, boshqa nuqtani o'ylab qolmaydi, o'zining hevesini deb qiladi. Shu hevesning orqasidan natija sifatida bolalar bo'ladi. Mening balam deb turib bir mehr muhabbat turadi, bolasini cho'ng qiladi, ta yo'q, mashta bir holat demdi bu. Ya'ni shu nuqtadan Alloh subhanahu va taolo Maayette insanga nispeten ayalla hevesi güzel görüstüldü diyen noktaga qaraganımızda yani insan özü hevesim deb turib qilayotgan barislarda Allah subhanahu taolaning ki büyük bir hikmetlerinden bağlılığını bayqay olamiz. Endi özümüzün gepiga qaytsak, asli temaga qaytsak, kishilarga ayollar ve başka türlerinin hevesleri yaxşı görüstüldü, çıraylık görüstüldü degan bir ifoda var ayette. Çıraylık görüsettok degan ifoda kullanmadı. Ya pukuni çıraylık görüsetti degan ifoda kullanmadı. Belki çıraylık görüstildi degan mecbul şekilde ifoda kullandı. Ondan kim çıraylık görüstüdü? Degan bir savol tug'ishi mumkin. Biz dastlab edilen manda bir nazariyani o'tirg'a qo'ydik. İnsan hayatının mevcutluğuna ihtiyaclık asasi taraflar insanga hech qachon malomat emas. İnsan onu her davam qandira oladi normal yo'llar bilan. Undan her davam manfaatlanadi. Ammo oyatda Allohninki xolamaydigan tarafi insonga nisbatan dal asosiy ehtiyojdan hal qilgan haddidan eshib ketgan taraflar dedik ya. Buningda kimning insonga shu narsani chiroyli ko'rsatishi dal şu işlarınki derecesiga qarab bo'ladi. Agar inson intilayotgan, inson havas qilayotgan, inson shu tarafga qarab chepayotgan u ishlar, mayli u ayol, bola, mol-mulk va boshqa narsalar bo'lsin, hammasi insonning hayotining davomi uchun, hayotining qonuniyati uchun asosli ehtiyojlar talabda bo'lsa, ya'ni had hudud ichida bo'lsa, buni insonga chiroyli ko'rsatgan Alloh. Bunu çaylaq ko'rsatgani Allah. Agar had hududdan sirt olsa, bunun davomini izohlaymiz. Qisqa xulosasida hozir had hududdan sirtqi
haddidan eşib ketgan, chekdan eşib ketgan darajadagi insonning havasi bu insonga kim tarafidan chayliq ko'rsatildi? Buning chayliq ko'rsatilgan tarafi shayton tarafidan bo'ladi. Ondan keyin oyatdagi bizga chiroyli ko'rsatildi deb tilg'ilingan har turli narsalar bor. Buning birinchisi hubbu shahavat minan nisa. Ayollar masalasini bayatım azraq biz tilga oldik. Ham bek kengaytishma hojat emas hamdan keyin masala. Bala meselesinde keltirilgan ifoda banin ifodasi keltirilgan, ya'ni arab tilidagi o'g'il ma'nosini o'z ichiga oladi. Buni mayli biz e'tirof qilli yoki e'tirof qilmayli, og'zimizga da'voda voy o'g'il qiz o'xshash deyli demayli, dinning talabi o'g'il qiz Allohningki o'xshash bandasi, o'g'ilga va qizga o'xshash muomala qilish, o'xshash suyunish bo'lsa, ammo insonlarning vujudidagi narsa. Mayli inson qanday bo'lib ketsin, mayli qadimgi o'z vaqtida shu oyat tushayotgandiki, arablar bo'lsin va undan keyingilar bo'lsin yoki bugun kundagilar bo'lsin, ko'nglida o'g'ilning bo'lishini bakroq yaxshi ko'radi. Buni hech kim inkor qilolmaydi. Tabiiyki qizmo albatta tug'ilgandan keyin uning mehr muhabbat o'g'ildan yuqori bo'ladi. Ammo dastlab umid qilishda o'g'ilni umid qiladi. Ko'ryapmiz dinsiz, dindan xavri yo'q kishilar doktorxonalarda tashirtib, agar homildor bola qizligini bilib qolsa tushirdi. Shunga ba'zi davlatlarda homilaninki o'g'il qizligini tadbirishni cheklaydi. Sabab shu insonlar qiziq qolsa tushirdi. Bu shunday bir ifodani buni raqibak uni izohlamasak bo'ladi. Atrof qarab baqsaq yoki insonlarga ko'z yugurtib baqsaq bu nuqta aniq bo'ladi. Undan keyingi masala inson bak intilib, ashta bir havasning keyniga kirib yo'ldan chiqadigan narsaning birisi wal qanatirul muqantarati min az-zahabi wal fidda. Ya'ni dava oltin, kumush deb tarjima qildim vaqtda. Boshqa tarjima Qur'onga qarasanglar ko'pligan mol dunyoda tarjima qilinadi. Ammo oyatda qo'llangan bir ifodalar bor. Qanatir al-muqantara ifodasi. Hani men qanatirul muqantaranınki Arapçadaki söz yasalish ve bu yasalgan qurilmalarning ma'no ifodalash nuqtalarini grammatika nuqtadan tadqiqot nuqtasini sizlarga hozir deb bilamayman. Ammo shuning ifodalaydigan mazmunni xulosalab qisqacha desam, qanatirul muqantara degani mal mulk, mal dunyoninki faxrlanish darajasini o'lchaydigan bir o'lcham. Yani her devrede özgür layık bir şekilde bayla özünün mal mülkini ölçeydiğen bir ölçem oldu. Baylıkını ölçeydiğen ölçem. Çok. Mesela kadimki zamanlarda hadidin eşip ketken baylağının baylıkını ölçep tahrirlenadiğen ifade kala yoki atının tirisi toşkuça altın deydiğen bir ifade var. Tirisi toşkuça olan altın. Ma şekilde baylar özünün baylıqını göz qiladigan, faxrlanadigan bir holat. Qanatirul muqantara shuni ifodalaydi. Undan keyingi vaqtlarda bu uningdan eshib, uningdan o'zgarib ham vaqtning o'tishiga ergishib, kilolanadigan, jing tarozilanadigan, masalan, manch kilo oltin, manch tonna oltin masalan, agar jimni qilib kelsa degandek, ma shaklda bo'ldi. Endi bugun kunimizda mening his qilishimcha kishilar o'zining mol mulkini ölçeydiğen bir ölçem baylık noktasıdır. Yani birovni bay deb tasvirlagan vaqtda qo'llanadigan ifade mancha million dollar var, 200 ming dollar var, yoki milliarder, millioner deydigan bir ifodalar var. Yani bu yerdagi demakchi o'g'lim shuki, qanatirul muqantara min az-zahabi wal fidda degani oltin, kumush, dava bunda. Ama yani degandek faxrlanish ifodasi bilan qo'llanilgan mol dunyo hukmi insonning yaxshi ko'radigan bir havas ifodalarining birisi. Atrofimiz bugungi kunimizda ko'ryapmizku, kishilar o'zining boyligini ifodalash uchun shu shaklda ifoda qilyapti. Mancha million, ancha million, mancha 100 million masalan, mana shaklda ifodalayapti. Aning mancha milliard mol mulk va buning mancha 100 million mana bu degandek bir xil jamiyatdagi boylarning boyligini o'lchab yoki boylar o'zining boyligidan faxrlanadigan bir o'lcham shakli bo'lishi. Bu her zaman da o'xshamaydi. Ya'ni bu oyat shuni demakchiki, inson mashta o'lcham bilan faxrlanish, mashta mol mulk o'lchi bilan boshqalarning oldida o'zini ko'rsatishni yaxshi ko'radigan ahvol bor insonda. İnsanın mijazi shu.
deganimizda o'tgan zamonda teriga atning yoki kalaning terisiga sıqçı altın deydigan ifoda qo'llansa, undan keyingi vaqtlarda ancha kilo oltin, ana bugungi vaqtda ancha dollar degandek bir ifoda oyatda shu shaklda qo'llanilishi, qanatirul muqantir degan ifoda, shu ifoda bunaqangi ko'pligan mol dunyo deb qo'yishning o'zi yetarli emas. Endi undan keyingi faxrlanadigan yoki insonga yaxshi ko'rsatilgan havaslarning birisi vel haylil musawwama. Hayl at dilimiz, yani bu saltanatninki, büyüklükninki, izzetning ifodasi, atning ustidagi mag'rur holatlar, atning kishilagan holatlari normal tasvirlarda insonning mardligini yoki qahramon botirligini chiqarishni ifoda etadigan bir holatdan at izzat ifodasi. Hatto hadislardan payg'ambar alayhissalom atning peshonasiga qiyomat qadar yaxshilik yozilgan degan bir hadis bor. Endi mushu atning keynidagi kelgan bir sifatga qaraganimizda biz ba'zi narsalarni tushunishimiz mumkin. Ya'ni al-haylul musawwama. Musawwama til nuqtasini aytgan vaqtida o'tloqda yaylab yuradigan at ma'nosini o'z ichiga oladi. Belgisi va at degan ma'nosi bor. Ügütilgan, rasmiy chiniqtirilgan at degan ma'nosi bor. Ya'ni bunun hammasini xuloslagan vaqtimizda kishilarning diqqatini tortadigan, kishilar qarab qo'yguncha buning qaltis isil atliqini biladigan, ya'ni texmi aniqroq tushuntirsam sizlarga bugungi tasavvurlar markaliq. Bugungi vaqtlardagi insonning eti, insonning ulug'i, shu insonning mashinasi bo'lishi mumkin. Bugun kishilarimizda shu mashinalarningki Marks bilan faxrlanadigan yoki Marks bo'lgan muhabbat va ifodalar. Bağ masalan hozir qo'llarimizda masalan telefon desak, telefonning yangi chiqqan markalari, mashina desak, mashinaning yangi chiqqan markalari, kiyim desak, kiyimning yangi chiqqan markalari degandek shu nuqtalarga qiziqimizga biz buni haddimizdan eshib, o'zimizning ehtiyojidan eshib, o'zimizning imkoniyatimizdan eshib shu tarafga egib ketyaptimizga shu xilga o'xshash bir ifoda. Al-haylul musawwama, ya'ni boshqalar diqqatini tortadigan, boshqalar qarab qo'yguncha buni bilalaydigan bir belgisi bor. Ma şekildeki at degan ma'noda. Buni bugungi davrda mabayat misol qilgan har turli markali qatnashlarga ishlasak bo'laveradi mush shaklda. Endi oyatning oldidagi oyat jang haqida kelayotgan oyat o'qishqa biz ma oyatning shu oyatning kenglam kelishining nima uchunligini bunda tahlil qilib boqqan vaqtimizda jang insondan oilasidan uzilishni talab qiladi. Agar senin qalbing oilangga bog'lanib qolsa, ayollarga bog'lanib qolsa, bolalarga bog'lanib qolsa, sen bu jangga chiqolmaysan. Agar sening qalbing mol mulkingga bog'lanib qolsa, sen bu jangga chiqolmaysan. Agar sening qalbing markalik soatlaringga, markalik telefonlaringga, markalik yoki qatnash qurollaringga, masalan, mashinalarga va sen ish qilib, havas qilib suydigan bir narsalar bor insonni yo'ldan chiqaradi. Shu narsalarga bog'lanib qolganda sen bu yo'lga qana qilolmaysan, chiqolmaysan. Chunki jang masalasi boshqa bir masala. İlgirki oyatda 13-oyat kelgandek قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رعي العين. Canның acayip bir xil tuyg'ulari bo'ladi. Düşman sana ishkasi ko'riladi. Ba'zi oz ko'riladi. Jangga kirsa, jang qiziydi. Jangga kirishning oldisini qo'rqinchi bosadi. Har xil tuyg'ular bor. Seni keyin tatib turgan noz ne'matining havaslaring bor orqangda. Mushlarning hammasini tashlab g'olib bo'lish uchun senda yuqorida degandek insonni tatib turadigan havaslardan uzilishing kerak. Tam bir iymonning sohibi bo'lishing ondan keyin jang qilalaysan. Davom qilsak oyatning oxirisida val an'am deydigan bir ifoda va ya'ni chorvalar degan ma'noda chorvalar insonga haqiqatan bir suyumlik. Chunki bu mobaylikning simvoli. Sura Al-An'amning hatto 143-oyatda, 144-oyatda hayvonlarning son ismlari bilan billa tilga ilingan chorvalarning insonga bo'lgan muhabbati, insonning chorvalarga bo'lgan intilishi diqqatliq masalalar va ko'rsa bo'ladi shu yerda. Undan keyin keldik val harf, ya'ni terilg'u iyalar deb tarjima qildik vaqtimizda.
asli harsning lug'at ma'nosi, men tarjima qilgan vaqtda tirilg'u deb tarjima qildim, tirilg'u yerda. Lug'at ma'nosi ya'ni haydash degan ma'no, ya haydash. Ya'ni janub tarafida ya'ni oqtirish deb qo'ydi. Ya'ni tuproqni ostin ustin o'rish orqali ya'ni tuproqni yumshatib bir narsa terisa unadigan bir holatga akilish. Aslida ya qitib qoladi. O'zaro tuproqlar to'pilib bir-biriga chaplashib qoladi. Chaplashib qolgan vaqtda bir narsa unmaydigan bo'ladi. Chunki o'sayotgan o'simlik birisi suvga, birisi havoga ehtiyojli. Havoga ehtiyojli. Shunga ya'ni yumshatish kerak. Suv kirgandan keyin yillar havosini qabul qila oladigan va havo o'simliklarga havo qanaqlaydigan, bo'laydigan bir holatga kelish kerak endi. Shu orqali yumshatib ya'ni urug' solgandan keyin urug' aciz holatida dastlabda har qancha buyuk daraxt bo'lib kelsin, buyuk o'simlik bo'lib kelsin, dastlabda aciz u. Aciz holatda shu yumshoq tuproqda suvni qabul qilib, uzuqlikni qabul qilib, oksigenni qabul qilib, o'sib, yiltiz tortib, undan keyin yiroq-yiroqda bo'lsa o suv yoki uzuqlik undan keyin sirtqi yupurmoq orqali sirtdan qabul qiladigan oksigenni ma holat kagichi bo'lgan orliqda yerning yumshatilishi intayin zur. Ya'ni xulosa ya'ni har qanday terilg'u, ya'ni yumshatilishiga ehtiyojli. Shunga yumshatilmaydigan sig'izlik ya ma terilg'uga qanaqamaydi, yaramaydi. Yana birisi suvni to'xtatmaydigan qumliq ya bu mo terilg'uga yaramaydi. Adati normalda ikki xil sifat hozirlanmasa, ya'ni terg'il olmaydi. Birisi suv ya suvni qabul qila oladigan bo'lish kerak, ya'ni suv singadigan qabul qila oladigan. Yana birisi suvni butunlay sindirib o'tmaydigan bo'lish kerak-ku. Sig'izliq tuproqlar suvni o'tkazmaydi, ya'ni suvni qabul qilmaydi. Qumliq tuproqlar suvni sindirib yo'qotadi suvni. Shunga ikki xil tuproqda normalda terg'il bo'lmaydi. Faqat seriq tuproqda, ya'ni suvni qabul qiladigan ve singdirib o'tmaydigan butunlay mayal bo'lalaydi. Ya'ni Qur'oni Karimning boshqa oyatlariga qaraganimizda, masalan, shu voqeaninki 60-oyatlarga qarasak, ya terilg'u zamin muzraat haqidagi so'zlarga ishlatilgan oyatdagi ifoda afra'aytum ma tahruthun, ya'ni harf hozirgi oyatda qo'llanilgan mush ifoda qo'llanilgan. Ya'ni harf degan asli qayta takrorlasam, ya'ni ahtirish, ya'ni to'pulash masalan, ya haydash degan ma'noda, lekin bu yerda ziroat ma'nosida qo'llanilgan. Endi bu yerdagi gapni xulosalasak bir bilik narsalar tilga elindi. Ya'ni inson erishmaslikdan qo'rqadigan. Ya'ni u ne'matlarning boshqalarga ketib qolishidan qo'rqadigan yoki o'zi vafot bo'lib ketib, o'zi shu narsalarga erishmaslikdan qo'rqadigan bir xil tuyg'u ifodasi bu. Yani insandaki dünyadaki rahatsızlık. Yukarıda Allah bizim çekilevatkan sizlere ayallarının muhabbeti, ballarının muhabbeti, mal milletin muhabbeti, atlarının muhabbeti, pek suyum, hevesi suyumlu körüstülde. Bu sizler muşun hevesinin kendin çapsıla diğer ifade arkalık bizni eğiplavatıda bu noktada. Ma ifade ne modise insanın dünyadaki rahatsız yaşaş ifadeleri bu. Kaçan maçta bir heves kırıp kalkan vaxtıda insan erişemegen olsa, şu nesille hakkında hasret çıkıyordu. Benim yok. Şu narsa bo'lsa bo'ldi, men shu narsaga erishsam bo'ldi deb. Erishgan bo'lsa, quldan ketib qilishidan ansiraydi. Bu bir rahatsız turmush. Alloh subhanahu va taolo bu yerda xotirjam qiladi. Bu bir nokta bo'lsa, ikkinchi bir nokta biz bir kurashimiz. Hayotimizning o'zi bir kurash. Chunki biz bir yo'l egasi, manhaj egasi, qimmat qarash egasi, bu yo'limizni davom qilishimiz kerak. Bu yo'lni oxiriga chiqishimiz kerak. Bu davoni davom qilishimiz kerak endi. Mushu sohada, mushu yo'lda inson ojizlik ko'rsatib qoladi. O'zining davosiga nisbatan o'zi tutib ketayotgan yo'lda ojizlik ko'rsatib qoladi. Bu xil ojizlikning ochquchini Alloh subhanahu va taolo da'vat ko'rsatib turadi bizga. İnsan o'zi normal yo'lidan chiqishni insonni havasi bir yangi chaqiradi. Dal insonni chaqiradigan havasning ochquchi mush oyatdagi bir necha xil ifoda. Ba'zilarninki ojizlik ochquchi ayol. Mush tufaylidan yo'ldan chiqadi. Mush tufaylidan xatolashdi. Ba'zilarning ojizlik ochquchi bola. Mush tufaylidan hatto o'zining davosiga
o'zining yo'liga, o'zining diniga, o'zining millatiga xiyonat qilishi mumkin. Bola tufayli. Ba'zilarninki mol-mulk, mol-dunyo. Bu tufaylidan o'zining asli millatini, o'zining asli yo'lini, o'zining asli qimmat qarashini setib qilishi mumkin. Ba'zilar yer terilg'u masala. Va ba'zilar o demak oyat tilg'ilingan nuqtalarning hammasi insonning ezishiga och qo'ladigan nuqtali taraflar. Dushman agar bizni ozdirmoqchi bo'lsa, birovni ozdirmoqchi bo'lsa, dal mushu yuchuqlardan kiradi. Ba'zan pul orqali ozdiradi. Ba'zan mol dunyo orqali ozdiradi. Ba'zan oila bolalardan foydalanib ozdiradi. Mushu nuqtalar orqali bizga Alloh ma'lumot beradi. Masalan biz insonlarni qo'g'dirmoqchi bo'lsak, da'vo ishi bir ishni qilyapmiz, bir yo'lda ketyapmiz, mushu yo'lning ustida ketayotgan mushu nuqtalarga alohida qilib diqqat qilish kerak. Bo'lmasa, yuqorida oyat tilg'ilingan narsa hech qachon yomon narsa emas. Buning chekdan oshgan, insonni yo'ldan chiqarilgan tarafi bo'lmaganida bu hammasi qaltis esil narsalar. Qanaqdir bu xatolik emas. Biz at-Tarsmin 15 dedik. Zuyyina degan fe'lninki chiroyli ko'rsatildi, go'zal ko'rsatildi degan ifoda qo'llanishda, agar bu narsalar asosiy ehtiyoj va o'z yo'lida bo'lsa, buni chiroyli ko'rsatgan Alloh yo'ldan chiqqan, chekdan chiqqan vaqtda buni chiroyli ko'rsatgan shayton dedik emasmi? Biz yuqori so'zlaganimizning hammasi chekdan chiqqan ahvollar. Hamda aslidagi asosiy ehtiyoj chek doirasida, chek chegirning ichida bo'lib qolgan holatda-chu xato ish emas bu. Alloh uni chiroyli ko'rsatguchi Sura Furqonning 74-oyatda "Va Robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin imama." Ibrohim alayhissalom orqali Alloh bizni mushkil narsalarni tilanglar, bola tilanglar, ayol tilanglar da'vat etdi. Yomonlik emas bu. Sur Rumninki 21-oyatida Allohning sizlarga bergan marhamat, alohida qudratlardan birisi o'zinglarning ichidan sizlarga juftlarni qilib berdi. Bu sizlarga nisbatan bir sakinlik, bir rahat, huzur, oranglarda bir muhabbatni qilib berdi. Ayolni bizga nisbatan huzur deb ifodalayapti. Qur'onning o'zi. Sur Maryamninki 4, 5, 6 oyatlarida Rabbi inni qala Rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra's shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya degan oyatning oxirida menga meros qo'riladigan, mening mushu yo'limni davomlashtiradigan mol dunyoni o'qib, chunki payg'ambarlar mol dunyoni asos qilib meros qo'r demaydi. Mushu yo'limni, mushu tavhid yo'lini davomlashtiradigan menga avlod vasila da'vatidir. Qur'on yuqorqi oyatlarning hammasini ko'rdik. Hatto ot masalasiga kelsak, payg'ambar alayhisalom radisi bor. Kishilarning eng go'zali, eng yaxshisi shunday bir odamki, Alloh yo'lida otning cho'lg'urini tutgan har doim qachon jang ovozini anglasa, ushib bilan boradigan. Hatto o'lib ketish ehtimoli intayin zo'r. Mushta odam da'vatidir. Demak, yuqoridagi oyat tilg'ilingan mayli ayol, mayli bola, mayli mol dunyo, unda boshqa hadislarda, oyatlarda mol dunyoni Alloh yo'lida sarf qilish haqida nurg'un go'zal ifodalar bor. Qiziqtirmalar bor. Targ'ibotlar bor. Bular hargizmi yomon narsa emas. Endi chek ichida bo'lsa, So'ng'ashqa oyatdan bu narsalarga qiziqmaslik, ahamiyat bermaslik, tashlab o'tish, yuz o'rish, tarki dunyo bo'lish deb tushunib qolsak xato bo'ladi. Payg'ambarning ot boqishga qiziq turgan tarafi bor. Sahobalarni tijorat qilib pul topishga qiziq turgan tarafi bor. Yaxshi odamning qo'lidagi mol intayin go'zal degan mazmunlar bor. Yuqorida o'qigan oyatlar bor. Boshqa hargiz xatolasqa qolmaydi. Mayan tushunishda. Yuqorida tilg'ilingan narsalar hammasi chegara ichida, yo'lliq shaklda bo'lsa, Alloh buni bizga ne'mat, rahmat sifatida bizga bergan ato qilgan narsalar bo'ladi. Bizni buyuruydi u tarafga. Ammo chegaradan chiqqan chegaradan had hududdan eshib ketgan tarafi shayton bizga go'zal ko'rsatayotgan taraflar bo'ladi. Endi shu shayton bizga go'zal ko'rsatayotgan taraflarga qarata Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi narsalarga nim deb ilova berdi oyatning oxirida. Allah bir qizga bilan masalan qildi. Zalika mata'ul hayatid dunya. Musallam dedi Alloh. Sen qiziqayotgan,
Sen açta çektiğin eşip batkan o yukarıdaki neslerin hemmesi meta'ul hayatı dünya. Bana bu tarafi süküllemek yani. Biz davatlarımız deli şu. Eğer kıskına hayatının huzuru sütüdü muamele kılsan, bu şeytan şaylık görsülgen taraf bulurdu. Ama bu ne? Senin yükselişinin ki, ahiretke tehimi köp nama emelini ep getişinin ki, yaxşılık kılışının vasıtası oğunu da yukarıdaki nesle intayın güzellik bu. Bu fevkalade insanın terakki kılışının ki bir nimi surudu, yaxşılık oludu. Eğer sen meyli ayallığa, mal mülük, balıvaqa, at, başka altın kümü, çarva, ya, terelguya digендek nesleге dünya gözlen qırğa vaqtında bir meta. Şunçalik bir huzur. Şundalar ötep ketidi, şundalar ötep ketidi. İnsan asli aqlını işlep oynayıp baqsa bo'ladi. İnsan dünyanın uzunluğu qaramasın insan, özünün ömrüge qarasın. İnsanın ömrü normalda biz kirayatqan holatda 50, 60, 70 yil atrofida bo'ladi. Bunun içinde yukarıda tılgılımgan narsalardan huzurluğuna alaytağan hayatı ya 15 yıl ya 20 yıl. Hey şunçula kıskığını bir hayat için, ütüp gidiyorlar ötkünç bir hayat için özünü tükeştirmetiş, yoldan çıkış, özünün gayesini yokutuş, özünün yolunu devam kılmaslık, davasını taşlap koşmak üzere ve en ahmaklık ve en insanı azırıdığan işlerinin katarını. İnsan onda köp bir şekilde yaşamaydı insan. İnsan özünü herkes dünyanın umumi vaxtının ölçüsü olmaydı. Dünya neçe min yıllık devamı. Belki bunun iki neçe min yıl devam kıldı. Onunla ölçüsü olmaydı. Dünyaya okşmaydı. İnsan neydi kısa bir ömür var. Hatta insanın ki kançılık yaşadığı belli. Bayatınlıkı orta ölçen bilen 50, 60, 70 yıl dedik ya. Hatta insanın onda mı hayatı yok. İnsan normal Üdüdüğün bir hayat belgilenmegen bir hayat. Allah insana ma yurtun adamları 50 yıl ölür. Ma yurtun adamları o da demedi. Belki her insan toğulğını da onun bir hayat belgilenmegen. Ama bu aşkarlanmalı. Şu aşkarlanmağının özü insanın ki hayatının ki mücmel şekilde koyulğanın özü insana verilgen en çok signal. Sen bugün ölüşün mümkün. Ayet ölüşün mümkün, ögün ölüşün mümkün. Demek bu dünyasından emez. Sen bu dünyada ötkünç yaşavatsa, ihtiyaçlık taraflarında normal yaşa. Ama üzerine bu dünya için taşlıv etme. Bu dünya için dum düşme. Bana davatıdı. Sonunda olsun dünyanın ismi Arapçada dünya deyimiz. Tüven katlam degen ma'noda. Biz yer astida menguatqandek bir insanlar. Bizning dünya hayatımızı tünelga o'xshatsak bo'ladi. Tünelge kirip kaldık. Bizge birilgen talimatda tünelde manda şekilde menip mama basqıçlarını 5-6 ötküzüp bir işki var çıksanlar andan keyin yuqori üstüge chiqsizlar deydigan bir talimat olgan bolsa biz aş yuqoriga chiqish uchun yuqoriga chiqish ishkini izlab uzluksiz mangamiz aşu ishki yetish uchun keraklik har qanday ishdan foydalanamiz aş tünelning ichida. Ama ahmaq olmaymiz ki tüneldeki u yerdeki dam oladigan, bu yerdeki azroq bir ko'ngil tatadigan naslida tünelning ichida mangu qilishni asla xohlamaymiz. Buni xohlagan odam dalma oyatga zuyina lin-nasga ayash. Chunki dunyo oxiratga nisbatan bir tünel. Dunyodan hammadan o'tib bu tüneldan. Buning ustida vaqti chek belgilanmagan. Nimetleri çeksiz. Dünyanın hem işi çeklik. İnsan nimege erişmenizi çeklik. Hatta şunca mal mülk girişidi, yeydiğini çeklik. Ya doktor çekleydi, sen selamet yar vermeydi. Yeşi çoğup kalıdı, faydalanmaydı. Ve başka her kandak insanın huzur dep qaragan, özünün hevesini kendi kirgen işler çeklik. İnsan ma'lum yaşa qolganda kalıdı o işlerden faydalanmaydı. Aşın eslenmesi çeksiz olgan. Yemek işini üzülmeydi kan. Mengülük hayatның çeki emasmi? Ayada hayatның mengülük kafalatligiga qilingan, qimmati kafalatligiga qilingan, cheksiz bir ne'matga chiqadigan bir ishni tepish uchun qarab ketayotgan inson bu tünelde, bu tonilda mushning ichidagi ba'zi bir narsalarni deb, ba'zi ko'nglim tatdi, meni qilg'im keldi, meni etgim keldi deb o'zining yo'lini davom qilmasligi, şu ishni izlamaslikka, mangulik büyük bir dunyoga chiqishni o'ylashmasligi haqiqatan insonni hayron qoldirdi. Bundan ahmaq inson bo'lmaydi. İnsan hayatını bu şekilde tushunish kerak. Shunday bo'lganda, shu tünelning ishkidan chiqish uchun tünelde uzluksiz davom qilish kerak.
Şu yo'lni davom qilishga ehtiyojli har qanday narsadan foydalansa bo'ladi. Hayotda shu. Bu hayotni davom qilishga ehtiyojli har ishni qilamiz. Şu inson to'y qiladi, bolasi bo'ladi, tijorat qiladi, pul topadi, o'qiydi, yatariydi, mol dunyo to'playdi. Masala yo'q. Masala o'zining asli davosini, ketayotgan asli yo'lni unutib, shu narsalarga qanaq ketish, birilib ketish. Oyatda cheklayotgani shu. Shuningcha Alloh oyatning eng oxirisida masalani kesib o'rtaga qo'ydiki, vallohu indahu husnul ma'ab. Eng oxirgi eng go'zal joy sizning eng oxirida qaytadigan yeringiz Allohning qishida. O eng go'zal da'vatdir. Bu eşeği bağıca, yani hele üstün kalamga çıkışça, ahiretki bağıca, cennetki girgüce, ma dünyada yani tonulda sıfatlıken bu dünyada Allah'ın onu kılma, bunu kılma, anı kıl, manı kıl dediğini bizning erkinligimizni boqqanlik emas, sağ salamet halda eşeğe yetib berishimiz uchun. A tonulning a ishkini ochma. Voy, nish qochmayma. Xatar chiqishi mumkin. İnsan eşeklarni tugishib bergan bo'lishi mumkin, ustiga chiqolmasligi mumkin. Aynı şekilde dunyoda ko'zingni haromdan yer, erkinlik bo'lgandek, unda emas. A harom qilma, unda emas. A sizning ustingizga majburiyat uni qil, u farz, xuddisini bir javob. Bu hammasi mushu ketayotgan hayotdagi, bu tonildagi sog'lom mengishning kapolati uchun berilgan ta'limotlar. Qilma ta'limoti. Ammo eng yaxshi joy Allohning qishida, mush tonildan chiqqan vaqtimizda, oxirgi baqa vaqtimizda biz eng yaxshi joyga yetgan bo'lamiz. Shu hayotda yetarlik ehtiyojlik taraflarni qamdab maqsad bo'ladi, ammo birilishga asla bo'lmaydi. O'zimizni uningga butunlay boshqa asl nishonni, davoni unutib, bunga birilib dum tushib ketishga asli bo'lmaydi. Oyatda bizni cheklayotgani shu, bu bir shaxsiyatligini, dunyoviy, ammo qisqagina bir hayotdagi ahmoqona shaxsiyatlik bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni dunyoga birilmaydigan, oxiratni ko'zlaydigan kishilarning qatoridan qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.